أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد hürmetli savaştaşlar biz bugün Kur'an-ı Kerim'ninki toplanış, cemleniş ahvali hakkındaki mezmunlarınki ahirki kısmı yani Kitabetul Mushaf ve Resmul Osmani Kur'an-ı Kerim'ninki mushafninki yazıqı ve Osman radıyallahu anhu nusxalagan, küçeygen şu mushaftiki qo'llangan xat shakli haqidagi mazmunlar asosiy mazmun bugungi darsimizninki. Biz ilgirki soatlik darsdami bu haqdagi mazmunlarga ma'lum darajada kirgan. Ya'ni Qur'oni Karimninki bugungi biz qo'llanayotgan arab til yeziq imlosi bilan Qur'oni Karimninki Osman radıyallahu anhu qo'llanib bugungi kunda mushaflarda ko'p mushaflarda yani 99% mushaflarda shu bo'yicha besilayotgan imlo bilan ma'lum darajada farqi borligini undan keyin bir qism ulamolarninki mushaflarni bugungi kundagi imlo bilan imlo al mustalah bilan yozish yozmaslik hatto yozish to'g'ri emas ve yazış vacip degandek bir qancha xil ko'z qarashlarga oldingi qatimliq darslarimizda ma'lum darajada ancha muncha tegib o'tgan esimda. Endi darsni boshlashdan ilgari saboqdoshlar, men bir bet Qur'oni Karimninki suratini sizlarga ekranga hozir chiqaray. Mushu Qur'ondagi mushu betdagi oyatlarning ichidagi bir qism Resmul Osmani'ninki misallarini kurab öteyli. Mesela hazır ekrana çıkan ayet belki hemenlarninki ekranıda kürendi dep oylayman. Astıga qizil rangda sizilgan yerligi qaranglar. Sizlar kallanglarda Qur'oni Karimning navbatdagi shu ekrandagi Qur'onning aslida Osmani holatini ko'makchi bo'lsanglar butun ziver chiket pashlarini evatinglar. Tamam. Onun mu toptusun bugünkü imladın farqlangan tarafı mendel astıga sızgan urunla. Mesela qaranglar. El-En'am. Normalda bizden El-En'am ne yazın dese biz qanday yazımız? Ayn bilan mimning o'tirida bir dona elif bilan yazımız. Ama bu yerda En'am o'qishda En'am o'qiymiz. Nima yo'q? Elif yo'q. Kimki vaqtlarga kelgan vaqtida o'qishning xatolaşmaslik uchun alifa qoimda bir belgini qo'yib qo'ygan. U burun yo'q degan gap. Osmon radhiyallohu anhuning davrida u yo'q. Undan keyin kelsak yana va ash'ariha asasan. Ikki sani o'tirida alifdan bir siva talaffuzda o'qishda ammo yoziqda yo'q. Va uning keynidagi mata'andagi tavlan aynning o'tirida talaffuzda o'qishda alif bor. Ama yazıqda yo'q. Ama bugün yazın desa biz alif bilan yazımız. Mata'an deb. Onun aslidagi mimma xalaqa zilalan degandagi ishkilarni o'tirdimi? O'qishda, qiroatda alif bor, ammo yazıqda yo'q. Aknanan masalan sarabila aslidagi sarabilmi shu? Kafirun kaf bilan fa'ning o'tirdiki alif. Ve izâ ra'allezîne ra'ani biz qanday yazımız? Hazır kelgan shaklda yazmaymiz masalan. Lekazibun, kazibun mu? Kaf ve zalning o'tirisida alifdan bir suv. Ammo yoziqda hozirgi yoziqda emas, Qur'onning yoziqida mushta shaklda yoziladi. Endi biz nima uchun buni farq etmaymiz masalan mushta bir misol kelishdan ilgari. Bizga hech bir farqliq tuyulmaydi desanglar, chunki biz xususan Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan aldı bilen Qur'oni Kerimni o'qishni o'rganamiz. Qur'oni Kerimning belgilari qo'yilag'liq. Keyingi oldingi soatlik darslarimizda taraqqiyot haqida o'qib o'tdik ya. Zivar, zir, pash, har xil belgilar, masalan oyat o'tirini ayıradigan oyat soni, raqam, har xil gul hammasi qo'yilag'liq. Bizning xato o'qimasligimiz uchun ashta talaffuzda bor. Ama yazıqda yo'q, harflarning o'rniga bir narsa ijod qilinglar. Masalan, elif qoim degandek, mad degandek so'zlab o'qiladigan yerlarda harf yo'q, lekin mad bor.
Yazıqda yo'q, qiraat olgandan keyin mat u ijod qilinadiq. Mana mushu omillar bizni buningga ko'ndirib etgan. Gerçi keyin arab tili o'rganib, biz bu so'zlarni yozgan vaqtimizda an'am deb aynilan mimning o'tirg'i alif bilan yozsaqmi? Sarabil deb ravlan bani o'tirg'i alif bilan yozsaqmi? Kazibun, masalan kafirun degan o'rinlarda kab bilan fani o'tirg'i, kab bilan zalni o'tirg'i alif bilan yozsaqmi? Lekin oldimizga Qur'on kelgan vaqtda biz tunji qidim Qur'on o'rgangan bo'lg'achqa bizga hech qanday bir tuyulmasdan o'tib ketamiz. Shunga misol orqali akilish to'g'ri keldi. Buni ma shakl bu biz bugun so'zlamoqchi bo'lgan osmoniy yoziqninki rasmi degani xash shakli, yozilish shakli. Endi mushu Qur'oni Karimda qo'llanib kelinayotgan xash shakl. Qo'llanib kelinayotgan xash shakl. Bugungi qo'limizda o'qiyotgan Qur'onmi bu shaklda yozilgan. Endi o'limaning ichida o shaklda yozmay, navbatda biz o'rganayotgan normal arab til yoziq istilohida yozish yoki yozmaslik haqida bir fikrlar bor. Shu fikrga kelamiz sanoqdoshlar. Abdur shundan boshlanyapti. Hunaka ara thalatha fi kitabat al-mushaf. Yani masahib Qur'onlarninki yoziq haqida 3 xil fikr bor bu yerda. Hunaka ara deb hunak beshida ara kelib qolsa, ko'p hollarda ba deb lam olsanglar bo'ladi. 3 xil fikr bor. Birinchisi Osman radhiyallohu anhuning mushafiga qarshi kelish bir harfda olsun haram. Tahrim. Ve mushafni birinci qatimliq yoziq bo'yicha yozishning vojibligi bu bir fikr. Ve mushu fikr navbatdagi umumiy Qur'onlarda amal qilinib kelinayotgan fikr, shu bo'yicha yozilib kelinayotgan fikr. Bu birinchi fikr. Ikkinchisi javoz muxolafatuhu yoki muxolafatihi. Buningga qarshilik qilish, ya'ni a shaklda yozsin bo'ldi, ma shaklda yozsin bo'ldi, cho'maslik yo'q. Bu ikkinchi fikr. Uchinchi fikr bu biroz yot. Uchinchi fikr qanday yod desanglar? Üçüncü fikri nima? Mushafni kishilarning qishida taqalgan, shoir degan gap umumlashgan imlo bilan yozishning vojibligi xususan avom va kichik o'quvchilar. Endi ibodatga kelsa xato deydi nima uchinchi fikr. Bu yerda nima? Birinchi fikr bilan uchinchi fikr o'tirida bak cho'ng farq bor o'qitishlar. Abdur davatudu amma ra'yul awwal birinchi fikr bu dal فهو الرأي الذي مال إليه الكثرة من العلماء. Köpünç ulemalar şununla mail olan fikir şu. Amma الرأي الأول birinci fikir فهو ubosumu الرأي الذي مال إليه الكثرة من العلماء. Köpünç ulemalar. Hatta köpünç degan vaqtimizda 90% desanlar bo'ladi. 10 eşib desanlar bo'ladi. Chunki hozir qadar mushaflarning ichida yangi imlolar yozilganini xususan men uchratmadim, ammo kitoblarda yoziladi normalda. Tafsirlarda Qur'on oyatlari yangi imlo bo'yicha, hozirgi bo'lgan imlo bo'yicha yozilgan ahvollar bor, ammo Qur'onning o'zida jiq yo'q. Dapulib Abdur o'zining maydonini oshkorladi bu yerda. Köpünçü ulamalar bunga moyil bo'lag'liq dapulib va laysal haqqu daiman ma'al kasra. Haqiqat doimo ko'plar bilan bilinmas. U ko'p bo'lganliklar haqiqat emas. Wala shak iniqki nima desa shuningda anna dafi'a ilayhi yuqorqi birinchi fikrga ibbagan turtga birinchi fikrda ching to'g'izgan turtki bo'lsa-mu Qur'onning nassining salomatligining tavfir salomatligining tunuqlashqa bo'lgan intilish va Qur'oni Karimni zamonning dushmanligining har qanday dushmanligidan muhofazat qilishga bo'lgan intilish mushu deb atadi. Ya'ni demakchi o'g'li shuki, zodi Qur'onni alal katabatil ula yozimiz deganlar nima uchun buni qilamiz deydi desa, Qur'oni Karimni ayda bir o'zgarishlar kirib qolmasin, bu yerdan o'zgarib qolmasin deb qilyotdi deb ma bahanani ko'rsatyotdi. Ya'ni demakchi o'g'li ma gapni deyishdan birinchi fikr shu nuqtani asos qilib o'rtaga chiqqan fikr shar'iy dalili yo'q yoki yoziqninki u shaklda tavqifiy emas demakchi o'sha fikrini. Endi shu birinchi fikrdagi fikrini diguvchilarning qatoridan Imom Malik allazi ya'ni huki anhu Imom Malikdan yoziq birinchi yoziq bo'yicha bo'lishning vojibligi hikoya qildi. Imom Malik shuning qatoridan va shularning qatoridan Imom Ahmadga deydi
Osman radhiyallohu anhuning mushafining xash shakliga qarshilik qilish harom. Vav, alif, ya va undan boshqa. Qarang, vav, alif men bayatdan asosli sizlarga ko'rsatganim alifning misoli. Qiraatda alif ba yoziqti yo'q. Andikin nurg'un oyatlarda qiraatda vav va yoziqti yo'q. Qiraatda ya va yoziqti yo'q. Emilatu suzab o'qiymiz, vavday va yo'q. Suzab o'qiymiz, yaday ya yo'q. Bayatdan alifni qo'shib suzab o'qidik, alif yo'q va undan boshqa. Taraflarda Osman radhiyallohu anhuning Qur'onininki xat nusxasiga qarshilik qilish harom. Bu şekilde İmam Ahmed'in kelgan rivoyat var. Ustoz Ali Muhammad Dabba o'zininki Samirut Talibin degan kitobida faslan dafiyan mukammal bir faslini yozgan. Yani "Velem ya'ti bi hujjatin şafiyye" ama to'liq bir adamga qanoat qiladigan hujjat keltirmagan va qanoat qilarlik dalilni keltirgan. Nima desa, delil yo'q, bir narsalarni tilga olgan hamdi. Dafiyan ko'p qo'shimcha degandek men. O o'smi payg'ambar alayhisolatu vasallam mushafni yozg'uvchilarga Jibril alayhisolamninki talqinidan imlo qilib berganligini Jibril alayhisolam Rasulullohga o'rgatgan, o'qib bergan demakchi. Rasululloh buni kataba yozg'uvchilarga imlo qilib bergan. Deb mashta bir narsani akiligilik hamdi. Andikin deydi, diqqat. Andikin deydi shu bayatning ismini tilga olgan ustoz Ali Muhammad Dabba. Bu mushaf demakchi ona gapdan chiqqatqini navbatdagi imlo Rasulullohning imlosi demakchimdi. Unda o'qas vojib bo'ladi. Andikin deydi mushafning Rasulullohning imlosidan bo'lganligiga dalil keltirib, nima dalil bo'ladi desa, İbriz degan kitobninki abturi tilga olgan bir gap bor. O'zining shayxi Arif Billah Sayyidi Abdulaziz Dabbag'dan mundoq deganligini rivoyat qiladi. Qaranglar bu yerda boshqalarni keltirayotgan dalilni bayon qiladi. Qur'onning rasmi, ya'ni xash shakli mushohada bizning ko'zimizga ko'rilayotgan sirlardan bir sir. Buyuklik, kamoliyat o Rasulullohdan sodir bo'lgan vahiy demakchi. Diqqatama ifodega vahiy demakchi. Wala lis-sahaba wala li g'ayrihim. Sahabalarning ya sahabalardan boshqalarning Qur'onning xat nusxasida hech nimasi yo'q. Wala sha'ra wahida, bitta tukkichoqlik bir narsa yo'q. Faqatlam Qur'onning xat nusxasi Rasulullohdan bo'lgan, belgilab birish bilan bo'lgan. U Rasululloh amarahum ayaktubu. Ularni bugun biz ko'rayotgan ma'ruf hay'at bilan yezishqa buyrug'ini shu Rasululloh shu elifni ziyoda qildi, g'oyat ziyoda qilib, kam qildi, g'oyat kam qilib bayatindagidek. Bularning hammasi nima uchun desa, li asrar, bir hikmat sirlar uchunki, uningga aql baranmaydi, illaki ilohiy bir fathi bo'lib qolsa bara. U o'simi sirlardan bir sir bo'lib, Alloh uni o'z kitobi, aziz kitobiga xos qilgan. Boshqa samoviy kitoblarsiz Fakama shundaqla Qur'onning nazmisi mo'jiza bo'lgandek, xash shaklimi ham mo'jiza deb mashta gapini qilg'iliq va hadal kalam bu gapga hech bir dalil yo'q. Haqdan yiroqlashda eng chekiga yetgan gap bu deydi. Ma Abturning ko'z qarashida birinchi fikr xato yoki to'g'ri bo'lmag'achqa buning keltirilgan dalillarni ma shaklda bizga bayon qildi. Birinchi fikr nima edi saboqdoshlar eslangda bor-ku? Yani çokum Kur'an, mushaf nim boyunca yazilish kerak, Katabatul Ula boyunca yazilish kerak. Osman radhiyallohu anhu'ningki qo'llangan o'z vaqtdagi imlosi, xash shakli nima agishish vojib. Xash shakli derken xatning ko'ringandagi shakli emas, yozish shakli, ya'ni shu vaqtdagi istiloh. Ammo ikkinchi fikr, yajuz degan fikr, bundan qutulmoq oson. Bu fikrini ahli ilmlardan bir jamoat degan bir bilik kishilar degan bu fikrni. Ularning bu vaqtdagi hujjati fakti mushafninki rasmiy istilohi. Mavla birinchi fikr degandek tavqifiy demaydi. Tavqifiy emas. Ya'ni vahiy bilan to'xtamaqliq. Balki sahobalar shu davrda yoziqni shunday yozib kunaglik demakchi. Xuddi biz bugun yozib ko'rgandek. Abu Shama davotida ammo hijoqa munosiblik taraflar
Mayarji'u ilal hija degan gap ma tarjimada hijaga qaytadigan narsa degan gap hijaga qaytadi. Alif baga munosabatlik, ya'ni harflarga demakchi. Munosabatlik ishlar va harfning tasvir shakllariga munosabatlik ishlar. Bularni rasm xat shaklda e'tibor qilish yo'q, chunki o ixtilofning ehtimol o'rni buni ko'pincha istiloh deb ma shaklda sahobalarningki yezish uslubini istiloh deb atgan. Istiloh degan gap har zamonda kishi yezib odatlangan bir ishni istiloh deymiz. Köngen usulni istiloh deymiz. Qanaqdir uning vahiy bilan hech aloqasi yo'q. Rasululloh uning bir ko'rsatma bergan yami yo'q. Istiloh. Mushu fikrini degichilardan biri Abu Bakr al-Baqillani, Ibn Khaldun va o ikkisining har birining gapini tuvanda keltiramiz. Qozi Abu Bakr al-Baqillani shunda deydi, tirnoqning ichidagi shu kishining gapi, hozir dalilini ko'rib o'tamiz. Ammal kitoba, Qur'onning yoziqi bo'lsa, Allah ummatga bu yoziqda hech narsa farz qilmagan. Ya'ni yoziq farz emas. Chunki Qur'on yozg'uvchilarga, mushaf xattotlariga muayyan, rasman bi'ayni degan gap, muayyan bir xat shakl, uslubni bekitmagan. Lam ya'khuz degan gap bekitmagan. Boshqa siz dunaga degan gap. Masalan, ma buncha desa, ma buncha emas demagan. Ya'ni u qanday muayyan xat shakl desa, ularga shuni vojib qilib undan boshqasini tashlashni vojib qilgan muayyan bir xat shakldan birini ma xat shakl bo'yicha Qur'on yozsa degan gap yo'q. Chunki agar ash xat shaklni vojib deyilsa, vujubu zalik, ashu xat shaklning vojibligi sam'i, tavqif bilan bilinadi. Degan gap chuqur Rasululloh deyish kerak uni vahiy orqali ifodalanish kerak. Va laysa fi nususil kitob. Qur'onning naslarida yoki Qur'onning mafhumida Qur'onning xat shakli va uning zobtisi shu shakldagi o'lchamlashtirish maxsus yo'l bilan durust, maxsus had bilan durust, la yajuzu tajawuzu, undan tep ketish to'g'ri emas degan gap na Qur'onda yo'q, Qur'onning mafhumida yo'q va yoki hadis nassida uni vojib qiladigan dalolat qiladigan gapmi yo'q va yoki ummatning ijmoida buni vojib qiladigan gapmi yo'q va uningga shar'iy qiyoslarni dalolat qilib boqmoqlik. Demak, Qur'on, hadis, ijmo, qiyoslardan hech dalil yo'q deydi Qozi Abu Bakr al-Baqillani. Taxa gapi tugumida balki sunnat mushafning xat shaklining qaysi oson shakldan bo'lsa yajuzligiga dalolat qiladi. Chunki Rasululloh mushafni xat yozishga buyurdi, kani ya'muru bi rasmihi, mushafni yozishga buyurdi, ammo ularga muayyan bir yo'l bayon qilib bermagan. A buncha yoz, ma buncha yoz demaylik. Mushafni undan boshqa shaklda yozishni ham to'smagan. Shunga masahiblarning xat shaklida ixtilof bor, ya'ni u farqli demakchi. Sahobalardan bunda bir so'zni talaffuzninki chiqadigan maxrij bo'yicha yozadiganlari bor. Va minhum sahobalarning ichidan ziyoda qiladigan, kam qiladiganlari bor. Nimishqa Rasululloh shuni bilgachki, bu yozish usuli degan istiloh. Kim qaysi shaklda ko'rsa, shu bo'yicha qanday qiladi yozadi. Qaysi davrda qaysi shaklda yozilishi shu bo'yicha yozadi. Va innan nas kishilarga ahvol maxfiy emas. Va li ajli hada mushuning jihatidan, yani mush ishning o'z ayniqsan jihatidan kufi harflari bo'yicha yozilishmi to'g'ri Qur'on, avval xat bo'yicha yozilishmi to'g'ri, lamni kap suratda qilinishmi to'g'ri, aliflar egilsimi to'g'ri va bu yo'llardan boshqa shaklda yozilsimi to'g'ri. Mushaf qadimgi xat nusxasi, qadimgi ilib bilan yozilsimi to'g'ri. Mushaf yangi zamondagi xat nusxa, yangi zamondagi ilib bilan yozilsin bu to'g'ri va uning o'tirda yozilsimi bo'ladi deydi ikkinchi fikrdagi kishilar. Va idza kana khututul masahif va kathirun min hurufiha, endi mushaflarningki xat shakllari va uning harflarining ko'pinchisi muxtalifa, farqli, shakli bir-biriga o'xshamaydigan bo'lg'achqa va kishilar ashuni durust sanagan bo'lg'achqa va kanan nas qad ajazu zalik, durust sanagan bo'lg'achqa va ularning har birininki odatiy bo'yicha yozishni durust sanagan bo'lg'achqa va ma huwa ashal va ashhar va awla,
Eng asan bo'lgan, eng mashhur bo'lgan, eng avlo bo'lgani bo'yicha yezishni durust sanagan bo'lg'achqa, hech kimni jinoyatchi deb ayblamasdan, min g'ayri ta'sim, va la tanakur, birisi inkor qilmasdan, mush ahvol bo'lg'achqa, izoning sharti. Javobi ma'u. Ulima, shu bilindiki, annahu lam yu'khaz fi zalika 'ala an-nas. Bu haqda kishilarga bir muayyan mahdud degan, maxsus bir had bekitilmedi. Xuddi ularga qiroatda va azonda had bekitildi. Qiroatning haddi va qiroatni Rasululloh o'rgatgan, Rasulullohdan o'rgangan qorimni o'rgatgan, undan keyingi qorimni o'rgatgan ta hozirga qadar isnot shu shaklda qanday qiladi, davomlashadi qiroatda. Uni qil bu yan qilib bo'lmaydi. Ammo yoziqda unda qilmoqlar. Buningdagi sabab xutut, ya'ni xash shakllar faqat alomatlar va bir belgilar bo'lib, ishorat, simbol, ramzlarning o'rnida ma'noda her bir xash shaklki bir kelimaga dalolat qilsa, bu shu kelimani o'qishning yo'llarini ifodalasa, uning to'g'ri bo'lishi vojib. Uni bilan yozishni to'g'ri deb qarash vojib. Ala ayyi suratin kanat, qaysi shaklda bo'lsin. Va bil jumla oxirgi xulosama va umuman aytgan vaqtida fa kullu man idda'a annahu yajibu 'ala an-nas, kishilarga rasmun maxsus muayyan bir xat shakl yoziq vojib bo'ladi deganni da'vo qilgan har qanday odam o'zining da'vosiga hujjatni ib kelishga, ayyuqimal hujjata ala da'vo degan da'vosiga hujjat to'g'rishi kerak. Va anna lahu zalik, nadikan u hujjati fakti yo'q deb matrnaqni yaptık. Oldingi batdan tamushagigacha hammasi kimninki? Abu Bakr al-Baqillanininki fikri. Ham Ibn Xaldunning fikriga qarab boqaylik saboqdoshlar. Tuandagi Ibn Xaldunning fikri, ikkinchi xil fikrininki dalillar juma bu. Ibn Xaldun aytadi, arab xat shakli islomning dastlabki davrida puxtaliqdan ihkam, itqon degan puxtaliqdan va güzellikten, en voyaga yetkazishdan, anda bir chekiga yetmaklik, g'ayri baliq ilal g'oya, chekiga yetmaklik va o'tira darajaga yetmaklik. Ammo Ibn Xaldun mana bak tushuntirlikchi, mana nuqtaga alohida bir diqqat tortish kerak. Nimishqa arablarninki badaviylik, yavoiylik va kasb pandin yiroqlashishda ma'lum darajaga yetganlik uchun. Manzur qara, şunun cihetinden ulanın Kur'an'ını yazıştı yüz bergen ahvallar qara. Yani Kur'an'ını sahabılar öz hatırıyla yazgan vaqtida. Bu icadı degan gap bunda puxtuluqda bir voyaga yetmeklik, g'ayri mustahkama bir resmi holatga yetmeklik. Ko'pinchisi ularning xat nusxasining ko'pinchisi kasb ahlining qishdiki yoziqchilik kasb xat shakli taqozoga qarshi. Demek sahabenin göz vaqtidagi Qur'on yozgan yiziqida nurg'un masala var demakchi Ibn Xaldun. Nurg'un xatolik var demakchi. Endi sahabe yozgan. Shundan keyin iqtafat tabi'una min as-salaf. Salaflardan tabi'illar sahabelarninki shu mushaflardagi xashakliga agashdi. Nimishqa tabarrukan. Tabarruk bilib, Rasulullohning sahabalari va Rasulullohning qafqasi, Rasulullohdan keyin xalqlarning eng yaxshi bo'lgan sahabalar yozganligini tabarruk bilib, Allah'ın kitabıdan Resulullah'ın vahisini ügengen sahabılı yazgınını teberrük bilip ergişip ketiverdi. Bu'miz hatalık var demekçi. Ve la teltefitenne. Bu hakta bazı muğaffeller oyluğagan gepki karma deydi. Kanda oyluğagan dese ula xat sahasida, sanaatıl xat deyen gep yazık sahasida puxtitdi. Şunama ma gepligi qarma sen deydi. وأن ما يتخيل من مخالفة خطوطهم لأصول الرسم ليس كما يتخيل. و ularninki xash shaklininki yeziq qoidasiga qarshi kelishini xiyol qilinadigan daraja ish xiyol qilingandek emas, balki likulli havajin, har birisining o'zining yo'li va deb sahobaning yozgan xatini eng puxta xat deydigan odamlarga qaramasan. Bular
La azbahannadagi alifning ziyoda bo'lishidan. Masalan, Qur'onni qarasangiz la azbahanna. O'qilishda la azbahanna, lekin yoziqda la azbahanna. La azbahanna emas, la azbahanna talaffuzda alif ziyoda. Mushunda yalda bu degan zabih deganning yuz bermaganligini ifodalaydi. Bi aydin deganda ikkinchi ya o'qilmaydi. Mushu yaning ziyodligida bu degan Rabboniy qudratning mukammalligiga ifodasi. Shunga o'xshagan bir gaplarni qilib sahobalarning ashta yozishda bir hikmat bor deydigan odamni va bunday gaplarga qaramasan va amsalu zalik bunning o'xshash gaplar mimma la aslahu hech asli yo'q, faqat xolis mutahamlik bu. Ma nimaning gapi qaranglar. Ibn Xaldunning gapi nihoyat qattiq gapchu. Adam ba'zi gaplarni qildigiga qo'rqidi. Masalan, mishada Ibn Xaldunning gapini men bir xulosalab beray, masalan, yani sahobalarning xat yozgan shu xat shakli shu vaqtdagi kasbiy o'lchamdan xilbek tuvan demakchamdi. Shu vaqtdagi kasbiy o'lchamdan nihoyat tuvan, o sahobalarningki xat shakli o normalda haqiqiy o'lchamlik xat shakliga qanday qilmaydi, tushmaydi deb ma shaklda qanday qilyotdi bir narsani davatidi Ibn Xaldun rahimahulloh. Endi ayblishi tugumida Ibn Xaldunninki qaranglar. Va ma hamalahum ala zalik. Endi keyingi tabiinlarninki sahobalarni ashta cho'ng bilish kerak, xat nusxasi demakchi. Tabarruk bo'lib agishida bularni shunga majburlagan ibbagan narsa nima desa, va ma hamalahum ala zalik. Ularni shunga ibbagani faqat ularninki shunday bir e'tiqodiki, oshnoda ularning ochitgan yo'lida sahobalarni xat nusxasining ijoda, puxta yozishning tuvalligidagi kamchillik vahimasidan sahobalarni paklash. Bular o'ylab qoldiki, bir xat yoza olganlik mukammallik deb o'ylab qoldi. Shundan sahobalarni kamchillikdan pakladi. Ularga xatni eng puxta yozdi deb kamollikni, mukammallikni nisbat berdi va mushafning xat nusxasidan voyaga yetkazishga qarshi bo'lgan taraflarga illat izladi. Amaliyat bu to'g'ri emas deydi. Unda biz ikkinchi fikrdan o'tdik savoqdoshlar. İkinci fikir yecuz fikri etti. Yecuz fikrinin asaslık sahiplerinden Ebu Bekir el-Baqillani, ondan keyin İbn Xaldun bu işkelenin fikrini ko'rib o'tdik. İbn Xaldunning fikri bularman aytib qattiq. Baqillani normal gap qiladi, lekin İbn Xaldun qattiq gap qiladi bu yerda. Üçüncü fikir nima aytdi? Üçüncü fikir tam birinci fikrining qarshi fikri. Birinci fikrida sahobalar yozgan buncha yozish vojib dedi ya. Üçüncü fikrimda yo'q. Tam aksi. Ve amma ra'yu thalith, ama üçüncü fikre gelsek, fe inne eşherel qailine bihi. Bu üçüncü fikrin en digizlenen en dağlıkı el-İmam el-İzz ibn Abdüssalam rahimahullah. Ben bir gapni müşahede qo'shib qo'y. İmam İzz ibn Abdüssalam rahimahullah mushu o'tgan ulamolarning ichida, en zil, en güzel fikir qilgan ulamolarning birisi eson chiqaman. Allazi bu kishi yara shunda qaraydi-ki, mushafni avomga Osmoniy yoziq bo'yicha, avvalgi Osmoniy yoziq bo'yicha yozib berish to'g'ri emas deydi. Nimishqa bu yoziq jahillarning o'zgartishiga tushib qolmasin uchun. Nimishqa kelgan vaqtda bir narsani biz boshqacha tushunish to'g'ri keldi. Bizga nisbatan biroz tushmaydi bu gap. Ma davatqini normal arab muhitida, arablar normal xat yozishni o'rganadi. O'rganayotgan xat shakli birinchi katabatul ula bilan biroz farqlanadi. İzz ibn Abdüssalam deydi-ki, agar sen Qur'onni Osman radhiyallohu anhuning yoziqi bo'yicha yozib bersan xalqqa, xalq maktabda boshqa yoziq o'rgangan bo'lsa, agar Qur'onni qo'lga shunda oladi, maktabda o'rgangan yoziqi bo'yicha o'qiydi, xato o'qiydi, ya'ni juholdan o'zgartishga tushib qolmaslik uchun degani xato o'qib Qur'onni o'zgartiradi. Chunki maktabda o'qigan xatning shakli bilan Qur'onning yozilgan xat shaklining ba'zi yerlarida farq bor. Maktabda o'rgangani bo'yicha o'qisa xato o'qiydi. Bayatdan qadek alif ziyoda yaldi, la azbahan deb o'qib qo'ydi masalan. Alif kam yalda qana o'qib qo'ydimdi, kazibun deganni kazibun deb o'qib qo'yishi mumkin. O'zgartish bo'lib qoladi deydi. Endi tuanda ilayka kalam degan gap o İzz ibn Abdüssalamning mushaqdagi gapini anglang. Bu gapini bu imom Zarkashi qanaqalig'liq naql qilinglar, anglab boqaylik savoqdoshlar. Yani bu mutur naqlashidagi shu. Shayx Izzuddin ibn Abdussalam deydi, mushafni hozir
birinchi xat shakli bo'yicha imomlarning islohi bo'yicha yozish to'g'ri emas. Nimishqa nadonlarning o'zgartishiga chiqib qolmaslik uchun biz anda yozib berib u yoziqni o'qimaydigan, yangi yoziq o'rganganlar maktabda xato qo'ydigan ish chiqadi deydi. Endi mushu fikrini diguvchilarning qatoridan yangi zamondagi ulamolarning bir bo'lakka mushu fikrini qo'llaydi. Shularning qatoridan Shayx Ahmad Mustafa al-Muraghi, bu mufassir, bu yangi zamondagi ulamo Shayx Ahmad Mustafa al-Muraghi'ninki Tafsir Muraghida bir kitobi va andikin Ulumul Balagha da bir kitobi va balog'at sohasidan ayet dangliq kitob, ham yaxshi kitob bo'lsa men tavsiya qiladigan kitob. Paydalanishga tegishli balog'atda biroz cho'nqirmoqchi bo'lganlar foydalansanglar bo'ladi. Normal boshqa balog'at kitoblaridan biroz farqli. Mushu kishi o'zining tafsirisining muqaddimasida shu tafsir va'dadiqo mana deb akilgilik. Vaqad jarayna ala ar-ra'y alladhi awjabahu al-Izz ibn Abdussalam fi kitabat al-ayat athna at-tafsir lil illati illa allati dhakaraha. Biz deydi. Izz ibn Abdussalam oyatlarni yozishda vojib qilgan fikr bo'yicha maqdoq. Nimishqa Izz ibn Abdussalam tilga olgan illatlar tur. Ya'ni biz ma tafsirida oyatlarni yangi imlo bo'yicha yozdik demakchi. U ahvol, o'sha illat bizning davrimizda Izz ibn Abdussalamning davridagidan texim ehtiyojli. Izz ibn Abdussalam Hijriyaning 600-700 yilda yashagan odam. Hozirdan 700-800 yil ilgari shu vaqtning o'zida shu gapni degan bo'lsa, ma bugun texim ehtiyojli biz deb ma illatni ko'rsatdik. Undan boshqa ustoz Sayyid Qutb rahimahulloh mush fikr bo'yicha mangan Zilal Qur'ondagi oyatlarni birinchi bosmasida yangi imlo bo'yicha yozgan. Diqqat qilib baxsanglar bo'ladi. Jiq kitoblarda ashta yozig'liq endi. Qaraganda, yabdu degani qaraganda ma fikrining egalarining qishida osmoniy xat shaklga qarshilik qilishdan hech ma'ni yo'q. Xususiy kishilarga nima debsa be'tibor shundoq debki bu bilgichilarning qo'lda qolib qilishga tegishli qimmatli asarlarning qatorida. Ya'ni demakchi o'g'ini nima desa osmoniy yoziqda olim ulamolar foydalansa bo'ladi, olim ulamolar maxsus mushaflar berilsa bo'ladi. Bu 3-fikrning ko'z qarashi uchun, 3-fikrning ko'z qarashi kutubxonalarda saqlanadigan Qur'onlarda shu kuncha yozilsa bo'ladi. Ammo avomning qo'liga taqaydigan, o'quvchilarning qo'liga taqaydigan Qur'onlarni cho'qim bugungi imlo bo'yicha yozish kerak deb ma'ni vojib deb qaraydi ekan ma'lumotchi. Ma 3-fikr birinchi fikr bilan tam qarshi fikr. Yaqinmi kelmaydi. Birinchi fikrda birinchi yoziq bo'yicha yozish vojib desa, 3-fikr to'g'ri emas deydi. Yejuz desa mayli to'g'ri emas deydi endi. Endi avtor buni xulosalab deyotdi va ra'ayna biz shuni ko'rdikki, birinchi fikr to'g'ri emas. Ma kitobning avtori birinchi fikrini qo'llamaydiganlarning qatoridan. Hatto buni muqaddimada Ali Tantaviy mush nuqtani biroz tilga olgan. Kitobning avtorini maqtab, avtorining mush nuqtani to'g'ri deb qaramaganligiga men yomon xo'sh, chunki men mana shu fikrda degan bir shaklda gapni qilgan. Mushu so'zlarningki to'g'riga eng yaqini 3-fikr. 3-fikr. Izz ibn Abdussalam bunda bir gap var ya, inna kitabatul Qur'an ala rasmul Osmani. Qur'oni Karimni rasmul Osmani bo'yicha yozish o'z zamonida nadonlarni mush yoziqni o'zgartirishga cho'kizib qoldi degan bo'lsa, endi hozir al'an nadonlarni emas, ziyolilarning umumiy kishilarni mushuna o'zgartirish almashish uchun. Ma gapining alaqamda arab davlatini ko'migan bo'lsak, biroz nima deydi, odam desak bo'ldi. Arab davlatlarini ko'rdik. Biz o kadar cho'ng bilgan arab jamiyatininki 60-70%, hatta 80% Qur'oni Karimni o'qishdan nodon, savodsiz. Maktabda arabcha o'qiydi, arabcha yoziqni o'qiydi, Qur'on o'qiy olmaydi bechora odamlar. Bu nuqtadan ma gapning nimasi va asosi va zalika ashunda deyishimiz chunki kishilar Izz ibn Abdussalamning zamonida Qur'onni ig'zoki yo'ldan o'rganatdi. Madraslarda katatib degan gap madraslarda ustozlarning elish yo'li bilan o'rganatdi. Kutub degan madrasa qoima alal Qur'on bir shaklin asqil. Ya'ni Qur'on asosida qurilgan asli shaklda, bir shaklin asli gap aslidagi shakl bo'yicha qurilgan madrasa. Va bizning tilda madrasa deymiz-ku, arabchada madrasani kutub deydi.
Endi bugun bunda kitaplar tugudi. İnqaradat hadihil ketatibil yawm. Tugudi İslam dünyasının o jarayondan, lekin bizning yurtildi ba. Hozir Afg'onistonda ba mushtariq madrasalar qaga geldi yo'q. Bu kitaplarni, bu madrasalarni yangi zamondagi maktablar siqib chiqadi ki bu maktablar G'arb madaniyatining ta'siriga uchragan manhaj asosida turug'liq hamdi. Musulmon davlatlarining ko'pinchisida chet elliklar tarafidan qurilgan maktab burun yozilgan bo'lg'achqa xili burunqi vaziyatni so'zlayotdi. Yoki shu chet elliklarning shogirdlari yoki ularning ishlamchilari, g'alchilari degan gap, amalat degan gap. Shularning ishlamchilari tarafidan qurilgan. Endi biz musulmonlarning realligiga qarasak, mayda az holatda bir ziyolini, mushu maktablarni püttagan ziyolining o ziyolining thaqofatini ziyolini ushurtimiz hamdi. Ve lem yetalaqqa thaqafatahu min insan. Bu maktabdan boshqa bir manbadan o'zining ang saviyasini olmaganligini ushurtimiz. Hatta nayt az holatda Qur'oni Karimni saqlab o'qiy olganligini ko'ramiz hamdi. Ana bu gap to'g'richi. Bir Arab davlatida universitetdagilarning Qur'onni bir ravan o'qiyamaslikqa odamni hayron qoldirdi. Bu Qur'ondagi ular o'rgangan normal arab tili bilan Qur'onning yoziqining farqi ashaddan chiqadimdi. Va min ajli zalik shuning tufaylidan fa innana nara biz shunda qaraymizki Qur'on o'rgatish uchun bugungi imlo bilan yozilishi kerak va Osmoniy ikkita yoziq bilan salaflarning bir asarlaridan bir qimmatlik asar sifatida saqlanish kerak. O'qiydiganға bugungi imlo bo'yicha, saqlaydiganға Osmoniy imlo bo'yicha saqlanish kerak deydi. Biz bu orqali Qur'onni kishilarga yaqinlashtirgan bo'lamiz. Nuqarribul Qur'on linnas va kishilar bilan Qur'onning o'tirisida zo'r bir hang bo'lishdan to'sab qolgan bo'lamiz. Birinchi yoziq bo'yicha yozilgan mushaflar salaflarning imlosiga bo'lgan aloqa ulanishga dalil sifatida qolib qoladi. وتتبع من أجل كثير ممن تعلموا القراءة في المصحف المكتوب. Şu yazık boyunca yazılgan mushaflarda qiraat o'rganganlarning ko'pinchisi uchun bizlar ba'zi bo'ldimi? Rasmiy qaramlar uchun demakchi. Va imom mushafga uyg'un kelishni shart qilgan sabit qiroatlarni o'rganish uchun basbasak bo'ladi. Demakchi uni xos taliblarga, xos qarimlarga, xos olimlarga Osmon imlosi bo'yicha Osmoniy imlo bo'yicha bespasak bo'ladi, lekin avomga hozirgi imlo bo'yicha biz kerak deyotdi yozilmaydi-chu. Ammo ulaika allazina yazunnuna annahum biman'ihim ay kitaba g'ayral kitabatil ula. Endi shu birinchi yoziqdan boshqa har qanday bir yoziqni cheklab o'zini cheklab bir ash yoziqning o'zi bo'yicha qolib qoldi deb o'ylayotgan kishilarning o'zi ham xatolar. Masalan, biz dastlabki yoziq bo'yicha yozamiz deganlarmi xato gapi. Nimishqa? Chunki mushaflarda siz ushurtayotgan yoziq i'roblik, mashg'ula degan gapni harakatlik, zo'rpashlik, manqota chikitlik. Holbuki, birinchi yoziq unda emas. Mavdi qattiq kuchli dalil hamdi. Eng oxirgi 3-fikrda kelingan mush dalili eng kuchli dalil hisoblanadi. Ondan başka azif ila zalik degan gap ondan başka deb tushunsangiz bo'ladi juma. Azif ila zalikani tarjimada ondan başka mushaf basmalardan nurg'ullarga azdır ko'pdir imloda bir ta'dil qana qilishni tuzitishlar kirgizilgan ekan. Buni hech kim inkor qilolmaydi endi. Ustoz Ibrohim Abyari mundaq deb güzel bir gapni qilgan. Maternaqsindagi shuning gapi. Ve akhsha ma nakhshahu nahnu al-yawm. Bugun biz qo'rqadigan eng qo'rqinchli narsa yoki bugundanki nima desa, Qur'onningki qadimgi xashshakillarni qilib qilishiki bugungi imlo bilan farqlanadi. Yaxtalifu va imlo al-asriki va ma'manista. Shuning bilan tillarda bir xil balbala, bir xil ig'irlik yaratiladi, paydo qilib qo'yadi. Va ma nahnu fi kulli bi'atin namliku huffazan. Biz har muhitda qarimlarga ega emas ki bular tillarni teyilib ketishdan saqlaydigan qarimlar yo'q ham yerda. Qur'on qarab o'qiymiz hamda. Qishimizda har zaman qarim yo'q. Agar har muhitda qarimlarga ega bo'lgan taqdirdami har qarim, har Qur'on o'qimoqchi bo'lgan odam o'zining qishda birdan hofizni teyib bo'lishda ham mumkin emas. Yajib
Biz selefler qo'rqqan narsani qo'rqishimiz kerak. Selefler ehtiyot qilgandek ehtiyot qilishimiz kerak. Allohning vahiysi bilan yozuvchilarning qalamining o'tirisini ayirib o'tishimiz lozim deb madammi nima deyotidi shu uchinchi fikrini qo'llagan bir shaklda gap qilyotidi. Ham mushaqdimaliqqa men qaysi kuni sizlarga to'p yo'llab bergan bahsda azroq men tarjih qilgan bir taraflar va ashuni ko'rib baqsanglar bo'ladi inshaalloh. Mushaqda uch fikr har holda kallangiz bo'lsin. Hamda oxirisida darsimizning oxirisida shu Qur'onlarninki tarqitilish yangi zamondagi besilish ahvollari va bak çok muhim emas, ama tezroq o'tib ketimiz bu yerdan. Ma inja al-asrul hadir yangi zaman kelak emasdilla. Basmalar o'rtaga oshkoralab chiqmasdilla. Basmalar mushaflarni besishga boshladi va buningga nihoyat zo'r ko'ngil bo'ldi. Birinchi basma Yevropa basmasi buningga mustashriqlar nazoratchilik qilgan edi. Chunki mustashriqlar eng birin islom tadqiq qilgani mustashriqlar tushgan odamning hayron qiladigan tarafga. Qarasanglar mana. Qur'onni basqanlar hozir ma ochilgan betda İhtariyaninki Bendaqiyada birinci qatim basılgan. Hijriye nechinchi yili 937 yili. Hem de bu noktadan hesaplasanglar 500 yil ilgari. Yani 500 yil ilgari basmaxonda Qur'on qanaq bo'lgan, besilib bo'lgan demekçi. Ondan keyin Hamburgda Germaniyada besilgan Hijriye 1100. Yani men uchinchi yil qarasanglar oxirisida bir necha qatimliq besilishi va bunun musulmonlar egulab basqani 4-chisi. Aşı Umur Rosya'da besilgan, bununla Müslüman egula besilgan. 5-chisi İran'da besilgan. Ondan keyin resmi güzel besilganı şu 8-ci statılganını. Yani 1918 yıllarda Melik Fuat basması deb tunulgan nayet güzel bir şekilde Müslümanlar tarafından en mükemmel bir şekilde çıkarılgan. Yani bu Mısır'da besilgan diyen gapte. Qarasanglar bizda taxminan basmalarning nimasi va tarixiy yo jarayoni va ko'rsanglar bo'ladi. Shuning bilan darsimiz oxirlashdi. Men darsning oxirida saboqdoshlar bir necha minut vaqtini olib bizning asosli qilma oxiridagi mazmunni o'qigan yerimizda o'qigan mazmunlar shu Qur'oni Karimning to'planish tarixi emasmi? Men sizlarga bir narsa yo'llab bergan, masalan, Osmon radhiyallohu anhu'ningki davridagi mushafninki küçürülüş, menheci toplanish tarixi degan shaklda sizlar mushuni mush bayram jarayonida, hayit jarayonida ancha-muncha ko'rib qo'ygan nuqtalar ma'lum. Men sizlarga muhim nuqtalarni ko'rsatib qo'yay. Masalan, bahsninki asosli xuddi qismiga kelsanglar, asosli buningda yozilgan taraf birisi Qur'oni Karimninki lug'atan islahan ta'rifati, Qur'oni Karimning ismlari, Qur'oni Karimni to'plash mafhumi. 3 xil to'plash vardı ya biz Resulullah davrida, Abu Bekr radhiyallohu anh davridagi to'planish shakllarini demakchi. Andan birinchi mabhasda Abu Bekr radhiyallohu anh'ning davridagi Qur'on to'planish masalasi tilga olinib, Qur'on to'planishiga sabab bo'lgan turtkilar, to'planishga mas'ul bo'lgan kishi, to'planish usuli, to'planish vositasi bu taraflar tilga olinadi. Ikkinchisida Osmon radhiyallohu anh'ning davriga kelib, buning to'planish sabablari Abu Bekr radhiyallohu anh'ning farqliq to'plashga taklif qilingan, mas'ul qilingan komitet anında shaxs bir adam qilgan bo'lsa, Umar radhiyallohu anh'ning yordami bilan manada 4 kishilik, ba'zi rivoyatlarda 12 kishilik deydi, rasmiysi 4 kishilik bir guruh qilgan. Buning to'plash ahvoli Abu Bekr radhiyallohu anh'ning farqlanadi, kayfiyati ham farqlanadi. Ondan keyin Osmon radhiyallohu anhu yozgan mushaflarning soni tafsili mazmunlar bor. Avatilgan taraflar sahabilninki yezish bayatın o'tdi tahi. İbn Haldunning bir aytlagan taraflari bor. Yani sahabilar puxta yozolmaydi degan shaklda. Zodi sahabilar qanday yozadi? Yozolamdi, yozolmaydi. Yozg'ini qanday saviyada keziqdi degan bir shakldagi mazmunlar bor. Oxirisida ikki to'planish orasidagi farqlar. Osmon radhiyallohu anhuning to'plagan Qur'on bilan Abu Bekr radhiyallohu anhu to'planishining o'rtasidagi farqlar nada? Ondan keyin 7 harfda bir gap chiqdi, ahrufus sab'a. Kitapta bak ko'p to'xtalmadi bu haqda. Ma kitapda inshaalloh to'xtalishimiz mumkin oxirisida, ammo maqolada bunga nisbatan xil bir o'rin berilgan. Osmon radhiyallohu anhu'ninkida qaysi nuqtalarda gavdalanadi bu 7 ahruf, 7 til. Abu Bekr radhiyallohu anhu'ninkida qaysi nuqtada ifodalanadi bu nuqtalar tilga olinadi. Undan keyin
mushafning rasmi hozir bugun o'qigan darsda. Bu tavqifiymi, g'ayri tavqifiymi? Buni Osmon radhiyallohu anhuning davridagi rasm bo'yicha, xat shakl bo'yicha yozish vojibmi yoki bugungi davrda yozsaqmi bo'lamdi? Bu nuqtalar bugun o'qidiqchi shuni. Oxirisida bahsninki yoki ikki qitimliq to'plashninki natijasi, bahsning natijasi qatorliq mazmunlar va har holda balkim shu oldimizda o'tgan 5 kunlik darsdan kallanlarda nurg'un savol ishorati to'qilgan bo'lishi mumkin. Balkim bu maqolaning sizin shu savol ishoratiga javob topa olishingiz mumkin. Shu nuqtalar bir kallanlarda yursin. Inshaalloh bugun shuni bilan darsdan to'xtaymiz. Ramazonlik darsimiz shuni bilan bugun oxirlashgan bo'ldi. Alloh hammanglarga rahmat qilsin. Ramazon kunlarida qimmatlik uyqularni tashlab har kuni atdigan ma'lum darajada bir dars o'qish, bir kitob o'qish bu bir go'zal ahvol. Biz inshaalloh to'pda qolgan ma'lumotni to'pqa avatimiz. Darsning Ramazon ichida men sizlarga hech qanday vazifa bermadim. Sizlarga qulay olsun, biraz jafo olmasin deb yo'qlama qilmadim. Masalan, hali ham darsimizda 25 ga yaqin o'quvchi var, ammo 10, 12, 13, 14, ba'zi 9, 8, 10 o'quvchi kiryapti. Diqqat qilsam qolganlar batlarni kiryapti, chiqqan o'rinlar. Men shuni qulay deb qilolmaydiganlar, aytolmaydiganlar shuni chiqib kiryapman har kun. Endi men Ramazon sizlarga besim samadim ya, amaliyotda dars onda shaklda o'qilmaydi savoqdoshlar. Darsning unda o'qib maslik deb qo'ydigan, sizlar anglab o'tib ketib qoladigan bir narsa emas. Bunun bir mas'uliyati sürüştürüldü. Ben hazır kadar okugan, tahminen bugün gelen 18-19 ders oldu. Bularning hammasininki imtihanısını ettim killam alime. Bununla ma'lum derecede tayyorlik qilib qo'yinglar. Balki bugün 31-sizlar. Bugün dersdan to'xtasak, Ramazonning oxirgi vaqtlarini o'tkazib olsanglar ibodatlar bilan heytda bir necha kun dam olamiz. Taxminan qolganini to'pda uqtirmayman sizlarga yig'ilgan vaqtni. Shu vaqtda tunji yig'ilgan kun ustida men sizlarni imtihon olaman. İmtihanning shaklari xil. Har xil tayyor qilinglar, har xil ehtimollar. Hozirga qadar biz dars boshlagandan buyon necha xil imtihon bo'ldim sizlardan? Bir necha xil imtihon bo'ldim-ku. Balkim oxilda, mahilda, mashaklda, ashaklda elishim mumkin. İmtihandan maqsadim imtihon emas. Belki bir narsani his qilgan bo'lishim mumkin. Men har qatim imtihon olgan vaqtimda sizlardan imtihon olmadim. Bir narsani o'rgatyapman sizlarga. Hech bo'lmasa imtihon usullarini o'rgatyapman. Masalan, imtihon elish shaklini, diqqatingizni ma'lum nuqtalarga tortyapman. Imtihon elish orqali. Tamam, imtihonning natijasi tuan chiqib qolishi mumkin. Cho'ng masala emas. Men uchun imtihonning natijasi muhim emas. Balki imtihondan keyin o'quvchida paydo bo'ladigan bir narsa muhim. Men sizlarga bir og'iz gapni qilay. Ustozlar, o'qituvchilar, dars o'rgatuvchilar bolalarga, o'quvchilarga ma'lum bir masala yoki ma'lum bir tarafni o'rgatmaydi. Balki o'rganish ruhi, o'rganish uslubi o'rgatadi. Mushu eng muhimi. Agar bunda bir ishga masala, bir ishga bir o yoki bu bo'lib qolsa, cho'ng masala emas. Muhimi o. Shu masalaga imtihon har xil avatima. Balkim bu qatimmi imtihon oldin qatimdagilarga o'xshamaydigan bir shaklda chiqishi mumkin. Har xil ehtimolliklarni kallarga akab turib takrorlanglar. Taxminan 140 bet atrofidagi kitob. Jiq kitob emas, jiq mazmun emas. Oldimizda Ramazondan 4-5 kun, bayramdan, hayitdan bir 4-5 kun, balki bizim İstanbul'da o kadar bir hayitlerimiz mi bo'lmaydi. Taxminan 10 kun atrofida vaqtimiz var. Hazırlık qilinglar, tayyorlik qilinglar. Men yig'ilgan kuningizda inshaalloh imtihon olaman. Ammo sizlarni tabriklayman. Allohning iltifoti bilan bir kitobni Ramazonning ichida qanday qilib oldinglar, tugatib oldinglar. Darsga qatnashib, atdigan uyqusidan voz kechib tugatganlarmi? O'tdi. Uxlaganlarmi? Allah razı olsun. Uykusu paydalık. Allah'a nispetenmi? Ama men sizlarni tekrar tebrikleyme. Allah ilminlarını qana qilsin, ziyoda qilsin, manfaatli qilsin. Bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.